Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli bizning Mustafa kanal ko'ruvchilari. Assalomu alaykum, Abdun aka. Va alaykum assalom. Zamir aka. Uy bo'la bola chaqa. Xudoga shukr. Ro'zalar barak bo'lsin uka. Rahmat. Charchagan ro'zalar qolmab tursin, talabalarda o'qib uka. Xudo xolasa. Uy bo'la bola chaqa tinchmi? Yaxshi, o'zingizda tinchmi? Ishlaringiz yaxshi uka? Havo jurib biz ham strokada ishga chiqib oldik uka. Ro'zada jengil boshtaldi ham kuzgacha tinmaymiz uka. Ustaozda biz ham. Buni bu yoqqa mana toy borlar, qo'l bola, o'sha kichkina birovga tiyin berish kerak uka. Zarilchilik. Sho'ga o'z ot qilam deb Rossiyadan kelganlar. Ot qilam deb olganlarda 4 oy kelganlar birovni olib qolganlar. Endi chiqilibchi, yaxshi ot bo'ladi, endi zarilchilikda birovga kichkina tiyin berishim kerak. Zarilchilikda uyat bo'ldi, suruv kelib qoldi-da, kichkina uyat bo'ladi o'shaga. Zarilchilik chiqardim uka. Nasib qo'shilsa enchib olib. Yemi, aboka aytsangiz. Bu ishni ko'rgazgan uchun xunon uka, mana 2 yashar xunon uka. Xunon uka mana, bolada bal. Yemi ayting aka, bu otni o'zingiz tarbiya qilib o'tasizmi? Uka bu 1 yashardan o'dan qalasa uka rossiyskiy, Abakandan kelgan uka. O'zim tarbiya qilib qo'ydim uka. Endi uloqqa salonda qilganim yo'q, ham chekelat birek qochirib qo'ydim. Bosqan yo'ldor chiqib qolgan, barjoq chiqib qolgan uka. Barjog'i jayinda. Taqa jan qo'yib qo'ydim. Taqa jayinda va jo'shlar shunday qog'or, jo'sh. Qo'lga o'ta jo'sh. Bo'yi qancha Abdun aka? Bo'yi 1.58, 1.60 o'zi. 1.58 deb qo'yaveram. Kelgan odam ham jalon suylaydi. Sizda aka zdoroy odamsizda. Yo'q, ham bo'yingiz qancha sizniki? Meniki uka cho'ng uka, u 90 ga boradi. 90 ga borib qoladi. Ova. Mana solishtirsanizlar bo'ladi to'g'onlar. 1.58 javob o'lchab olaveradi. Olgan odam bari kelib ko'radi-da. Kelib ko'radi, kelib ko'radi aka. Oram qo'yamiz uka. 1.58 chiqadi jo'nli. 2 yashar xunon uka. Yaxshi aka. O'zi enchi qilib ot qilam deganlar men kichkina zarilchilik uka. Birovdan oqcha suroylar sotib berayin dedim. Kichkina birovga tiyin berish kerak. Otning meni o'zi yaxshi-ku? Barjoq joyinda uka. Meni ham ko'rgazib qo'yim uka. Sal bosqandaning barjoq ko'rgazam uka. Ot yo'ldor chiqib qolgan uka. Tuyog'i top-toza. Top-toza mana qoziqlarini ko'r, moshni qoziq. Qoziqni ko'rgazib boshini. Ot qilib turgan uka, mana ko'rgaz. Barjoq joyinda. O'shanda Rossiyaning qanday parodasidan? Bilmayman uka uni. Abakandan kelganda, 4 oy kelganda birovni 3 kun sotib birovni olib qolganlar ichine. Oldi aka. Ot qilamdi. Unda tutdaymi, o'zingizlar minasiz aka? Yo'q, o'zim minayin. Men minaveraman uka, bismillah. Mana uka. Yo'ldan ko'rgazayna? Yo'ldan ko'rgazib, otning bir demesin. Tarbiyasi qanday ekan, Abdun aka bir ko'rsatdim to'g'onlar. Bosim bu kishi jo'nda qo'yadi. Постоянно atların, bağların yaxshi bağlaydı. Jo'rg'olari bor, Zamir. Ha, jo'rg'osi bor. Jo'rg'osi bor, ha, sapsin bosadi mana. Bossig'i. Orqa chatqa aqtari ko'rgaz. Beri bastırın aka. Ama moynu uzun yaxshi to'g'ida. Barjoq joyinda uka. Kim olsa kuyaydi-da. Beri. Qaytaring. Ya desang oladimi? Hoy! O'zi da yumshoq. O'zi elpak uka. Jilolari ham zo'r uka mana. Jengil jelp narsa ekan, ha? Jengil uka. Yaxshi aka. Qaydi barjoq joyinda uka. Abdun aka, haymonotni ne deb qo'ydingiz? Haymonot qo'ydim uka. Olgan odam o'zi qo'yvasin uka. O'zi qo'yoladi-da. Ova. Men unday qiziqmayman ochiq. Kuchli jeymi? Sapsin qo'ra uka. Shipir qo'yadi uka. Toy uka 2 kilodan oshib jemjeydi uka. Bir mali 2 kilo geçinde berib qo'yam. Tuzuk aka. Shu bo'lgan uka. Baldarman minib yuraveradi, jo'sh uka. Urkpaydi, unday nimalar yo'q. Bosin jo'ndila qo'yasiz aka? Bos jo'ndilar uka, oqcha zarilchilik. Aytingchi. Bos uka 300 ming kami bor uka. 300 ming kami. Dollar tushunmayman uka to'g'risi. 300 ming qirg'iz puli kami bor uka. Qirg'iz pulini 300 ming. Hova, birovga kichkina tiyin beram, oshib qolsa bitta ot olib olaman uka. Bo'lgan o'sha-da bu. Nimasi yo'q. Kamen qilib berasiz. Kamen qilib beraman uka. Nomeringizni ayting aka. Nomer 53 ming uka. 53 50 05 02. 50 05 02. Bir 10 qo'shib olib mana uka. Ama tayning tarbiyasi yaxshi kelibdi aka. Ya. Oy! Moshni aka. Mana. Bu öngü to'g'ri ekan, ha? To'g'ri, Qoragerda. Qorager ekan-da, Qorager to'g'ri. Xudo xolasa to'g'ri ot bo'ladi-da, otasi ham to'g'ri biroq. Otasi 175, cho'ng otning bolasi. Cho'ng otning bolasi. Otasini ko'rib olganimizda 4 toy kelgan Rossiyadan.
Nomeringiz aytdingiz aka? 53 bilen 520502 uka. 55 Şu nomerga çalıverat aka. He. Birinchi qila turgan 2 yashar toy bola. Mashina ekan. Hem kelajagi bor uka, yurak to'q, maqtanga vallahi loyiq uka. Hem qaqsang boraveradi-da, toy yuragi to'q. Yaxshi narsa. Yolg'iz ot uchira qo'ya turganda. Bar joyi joyinda-da. Bo'ldi aka. Hem bolada uka, Yoshda ham tarbiyalash kerak. he, yo'ldor chiqqan samigilarni uka, yo'l jo'rog'isi bor, sapsin bola. Yo'lning sonini topib aka. Sapsin uka, xudo Bular xohlasa. Qurch. Kutib yotish kerak ekanda bular. Tolga 2 yil kutish kerak uka. Men o'sha ot qilam deb olganlar, men oqsoqoldan kichkina ақша berishim kerak. Tushundik. Qo'shnadan o'shaga uy olib otam, turib keltirdik. Bo'ldi. Savdo berk olsun aka. Bo'ldi uka. Hech Ishingga igilik uka, davay. Rahmat uka.